Besh amal bois bo'ladiki, avlod va farzandlaringiz beadab bo'lsa. Birinchi, vaqtiki avlodlaringiz bir xato qilgan holatda, bir ma'siyat qilgan holatda, bir ishtiboh qilgan holatda va bir lahu labga masruf va mashg'ul bo'lgan holatda ota-ona undan difo qilsa, bu sabab bo'ladi, omil bo'ladiki, avlod va farzandlaringiz beadab bo'lsa. Batavr man namuna va misol aytsam, misol bilan sizlarni aziz o'rtoqlar tushuntirsam bu kim? Masalan, avlodlaringiz bir mobilga masruf, yo geyimga masruf, yo PUBG'ga masrufdir. Otasi aytadi, "Bachim mobilda qo'ygin, madrasaga borgin, mobilda qo'ygin, maktabingga borgin, qo'ymin maktab bo'libdi. Mobilingda qo'ygin, masalan, vazifa xonaligingda bitgin va yozgin, so'zgin" deydi. Onasi vaqtdan to'xtab difo qiladi, aytadi, "5 daqiqa mobilingizda oldi, nima narsa bo'lasiz? Izzat bo'lmaydi. 5 daqiqa qo'yib qarasin, undan sonra mobilni beradi, maktabga ketadi" deydi. Yana bir qarang, xato qilgan holatda onasi difo qildi. Mana bu sabab bo'ladiki, bu javon jur'at topadi, undan sonra izofaroq bu amaliga va bu masrufiyatiga muhtoj bo'ladi, o'zini odat qildiradi. Chunki onasiga suyanadi, onasiga e'timod takiy qiladi, aytadi, "Meni homi, himoyatgarim bor ekan" deb va bu amalga ko'proq haris va mubtalo bo'ladi. Ikkinchi amaliki avlodlarimizda beadabligiga sabab bo'ladi, aziz birodarlar, bu kim? Masalan, familika axloq qilmasa, shu famil oilasi, uy ichi, ota-onasi masalan bir-biriga axloq va hurmat, ehtirom qo'yib bo'lmasa, har ro'z nizoy famili, janjol familiki bo'lsa, masalan yer xotinda dovdashdan bersa, u so'ksa, u badraftorlik va badaxloqlik qilsa, yo masalan xotin yerda qarshiga badaxloqlik qilsa, mana bu ham sabab bo'ladiki, avlodlarimiz, farzandlarimiz oyandalarga o'zimizdan battarroq va bu onasidan va otasidan battarroq jamiyaga taqdim bo'lsa. Shu uchun axloq va famil xilo ham muhim. Bu bir familga avlod farzandlarning mahzariga, huzuriga bot ota-onalar bir-biriga hurmat qilsa, boyat yer xotinlar bir-biriga hurmat qilsa, to avlodlarga shu fikriga, shu naqsh nigor boyat bo'lib qolsinki, axloq nima narsani aytadi va raftor nima narsani aytadi, hurmat, ehtirom nima narsani aytadi, katta va buyuklik nima narsani aytadi, ularning fikriga boyat naqsh nigor bo'lsa. Bu asosdan boyat axloq va famili muhim. Birinchidanki axloq famili boyat bo'lsa-ki, unda bo'lmasin, masalan, yer xotinda urishaversa, yo xotin yerda urishaversa, nizoy famili, janjol famili, bu narsalar ham sabab bo'ladiki, bizlarning avlod va farzandlarimizni beadab qilsa. Chunki masalan yer xotinda urishaverdi, dashnom beraverdi, so'kayverdi va xotin yerda qarshiga muqobilaga beehtiromlik va gustoqlik qilaverdi, yerda bu avlodlari, farzandlari nima narsani bulardan o'rganadi. Shu narsaga ularga ko'ribdi, o'sha narsa ularning fikriga, xush havosiga naqsh nigor bo'ladi. Yerdan bular shu ota-onasidan battarroq bo'lib jamiyaga taqdim bo'ladi. Bu uchun axloq famila ham xiloha muhim deb famil alfozi, kalimat, shirin kalimatda u ichiga bir-biriga istifoda qilsin, to avlodlari, farzandlari oyandaga eng bir shirin kalom, shirin suxan jamiyaga taqdim bo'lsin.